Azizim, xush kelibsiz. Qadrli ayol bo'lishga olgan yo'lingizdagi yo'lchiligingiz muborak bo'lsin. Endi sekin-asta ko'zlarimizni yengil yopamiz. Burningizdan chuqur nafas oling. 4, 6, 8, ya'ni 4 soniya nafas olamiz, 6 soniya ushlab turamiz, 8 soniyada nafasni chiqaramiz. Bilasiz, qanchalik bu nafas texnikasini bajarsak, shuncha yaxshi ma'lumotlar ong ostimizga o'rnashadi. Nafas olamiz, ushlab turamiz va nafasimizni chiqaramiz. Yana nafas olamiz, ushlab turamiz va nafasimizni chiqaramiz. 3-marta yana bir marta nafas olamiz. Chuqur nafas oling. 6 soniya ushlab turing. Va chuqur 8 soniya davomida uzun ichingizdan bo'shashguncha hamma nafasingizni chiqaring. Siz buni bajaravering, men aytishni boshlayman. Buni bajarib o'rganingiz sari tanangizdagi og'irlik eriy boshlaydi. Boshingiz, bo'yningiz, yelkalaringiz, yuragingiz hammasi bo'shashyapti. His qiling buni. Butun badaningizni to barmoq uchlaringizdan soch uchlaringizga qadar bo'shashganingizni his qiling. Toki hatto iyagingiz, yanoqlaringiz, quloqlaringiz, boshingiz, tirnoqlaringiz, qo'llaringiz, oyoq uchlaringiz, belingiz, barcha badaningizdagi qismlaringiz bo'shashdi. Siz buni his qildingiz. Endi yana bir marta nafas chiqaring va shuni ayting. Men xavfsizman. Men xavfsizlikdaman. Chuqur nafas oling va nafas chiqaring. Yana ayting. Men hozir va shu yerda tinchlikdaman. Nafas oling, nafas chiqaring. Endi onajoningizni ko'z oldingizga keltiring. Chunki hozir biz ona bilan ishlashimiz kerak, chunki ulardan tasdiq olish va ruxsat olish ehtiyoji ham munosabatlarda aks etadi va bizni qadrsizlashtiradi. Buni ishlab o'tmasak bo'lmaydi. Onangizni ko'z oldingizga keltiring. U bolaligingizdagi onangiz. O'sha nazokatli, nafosatli, lekin talabchan. Unga qarab ayting. Onajon, men sizni ko'ryapman. Men bilaman. Siz meni sevganingiz uchun to'g'irlamoqchi bo'ldingiz. Sevganingiz uchun chegaralamoqchi bo'ldingiz. Lekin bu yo'l meni o'zimga ishonchsiz qildi. Endi men sizga rahmat aytaman. Lekin men endi o'zimni tasdiqlashni o'rganaman. O'rgandim. Endi men o'zimga ruxsat beraman. Berayapman. Nafas oling, nafas chiqaring, sukut saqlang. Endi asta-sekinlik bilan ayting. Men onadan tasdiq olish zaruratini qo'yib yuboraman. Men onadan tasdiq olish zaruratini qo'yib yuboraman. Men endi o'zimga ishonaman.
Men endi o'zimga ruxsat beraman. Nafas olib, nafas chiqaring. Endi keyingi ssenariyimizda ota bilan ishlaymiz. Chunki otamiz tarafidan ba'zan tanlanmaganligimiz va qadrlanmaganligimiz bizni munosabatlarimizda aks etadi. Endi buni shifolantirish payti keldi. Endi otangizni tasavvur qiling. U kuchli, ba'zan sovuq bo'lgan, ba'zan vaqti bo'lmagan. Bolalikdagi holatingizda yuragingizni qo'lingiz bilan ushlab ayting. Otajon, men sizni ko'raman. Ha, to'g'ri. Siz o'sha payt g'azablandingiz. Balki siz o'sha payt meni ko'rmadingiz. Lekin men faqatgina sizga yaqinlashmoqchi edim, xolos. Men o'sha paytda tanlanmagandek, qadrlanmagandek, keraksizdek his qildim. Endi bilaman. Men tanlanishga loyiq edim. Va men hech kimni ayblamayman. O'sha haqiqatni ko'rayapman. Sizni tushunayapman va qabul qilayapman. Minnatdorchilik bildiring otangizga. Va endi tasavvur qiling, otangiz sizga qarayapti, boqyapti. Ko'zlarida yumshoqlik paydo bo'ldi. Asta otangizga ayting. Men endi sevgi uchun kurashmayman. Sevgi menga tabiiy oqib keladi. Endi men sevgini olish, berish balansidaman. Nafas oling, nafas chiqaring. Endi hozir ko'z o'ngingizga hozir mavjudda bor bo'lgan turmush o'rtog'ingiz bo'lsa yoki kelajakdagi tasavvuringizdagi bor bo'lgan turmush o'rtog'ingiz bo'lishidan orzu qilganingizdek siymo bo'lsa, o'sha erkagingizni tasavvur qiling. Ko'z oldingizga keltiring. Unga qarab ayting. Men endi sizni o'zgartirmoqchi emasman. Men endi sizni boshqalarga isbotlashga majbur emasman. Men o'zimni qadrlayman. Shuning uchun sizning muhabbatingizni tinchlik bilan qabul qilaman. Endi u sizga yaqinlashdi va orangizda nurli shar paydo bo'ldi. Bu nur tenglik va sof sevgi nuri. Endi qo'llaringizni yuragingizga qo'ying. Siz jismonan qo'ying. Nafas oling va nafas chiqaring va ichingizdan ayting. Men qadrliman. Men ko'rilishga, eshitilishga va sevilishga loyiqman. Men tanlanganman. Hayot meni tanlagan. Men qadrliman. Men ko'rilishga, eshitilishga va sevilishga loyiqman. Men tanlanganman. Hayot meni tanlagan. Va bu hayotga qalbingizdan iliq nur oqib chiqayotganini tasavvur qiling. Va bu iliqlikni tanangiz bo'ylab yoyilayotganini his qiling. Endi ayting. Men onajonimni sevaman, lekin endi mustaqilman. Men otajonimni hurmat qilaman, lekin endi o'z yo'limda yuraman. Men sevgi, tinchlik va qadriyatman.
Nafas olib, nafas chiqaring. Muhrlang buni tanangizga va sekin asta menga qayting. Meditatsiya yakuniga yetdi azizim. Buni har kuni ertalab yoki kechqurun 7 kun davomida bajaring. Ana o'shanda tanangizda va ong ostingizda yangi ishonch dasturlari paydo bo'ladi va qarabsizki, xush kelibsiz yangi siz va yangi hayotingizga. Bu meditatsiyada men bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Bu yo'lchiligingiz bilan sizni tabriklayman.